Tenderda qatnashish uchun 100 million kerak deb o'ylaysizmi? Men ham shunday o'ylardim, toki bitta odam menga buni ko'rsatmaguncha. Bugun men sizga o'sha odamdan o'rganganlarimni to'liq aytib beraman. Bu videoda siz nimani o'rganasiz? Birinchidan, nima uchun kapital bo'lmasa ham davlat xaridlariga kirish mumkin? Ikkinchidan esa broker degani nima va u qanday ishlaydi? Uchinchidan, birinchi mijozingizni qanday topasiz? Qadamma-qadam o'rgatib beraman. Keling, rostini aytaylik, siz davlat xaridlari va tenderlar haqida eshitgansiz, balki saytlarga ham kirgansiz, lekin hali bir marta ham qatnashmagansiz. Nima uchun? Ko'pchilik menga shuni aytadi: menda tovar yo'q, zavod yo'q, omborim ham yo'q. Qanday qilib tenderda yutaman? Bu savolni men yaxshi tushunaman, chunki men ham aynan shu savolni o'zimga berganman. Lekin bu savolning o'zida katta xato yotibdi. Birinchi o'rinda siz o'z qarashingizni o'zgartirishingiz kerak. Siz menda nima yo'q deyish o'rniga menda nima bor deb aytishingiz kerak. Bu ikki savol ikki xil natija beradi. Tovar yo'q, to'g'ri, lekin bilim bormi? Bor. Vaqt bormi? Bor. Internet bormi? Bor. Notebook ham bor. Agar shu to'rttasi bo'lsa, siz allaqachon boshlashingiz mumkin. O'zbekistonda har yili davlat va davlat korxonalari tomonidan minglab tenderlar e'lon qilinadi. Minglab. Bu mablag'ning bir qismiga siz kapital tikmasdan kirish huquqiga egasiz. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun bitta narsa kerak: sxemani to'g'ri bilish. Endi men sizga bitta voqeani aytaman. Bir tanishim kichkina savdo bilan shug'ullanardi. Kapitali deyarli yo'q edi, lekin u tenderlarni o'rganib chiqdi. Birinchi marta bir kompaniyaga yordam berdi, hujjatlarni tayyorladi, g'alaba qozonishdi. U shartnoma summasidan 5% oldi. 5%. Bitta shartnomadan, kapital tikmasdan. O'sha paytda o'ylang, o'sha kompaniya kapitali bor, tovar bor, yetkazib berish imkoniyati bor, lekin ularda nima yo'q edi? Albatta, tender hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha bilimi. Bilim bu yangi kapital va bu kapitalni o'g'irlab bo'lmaydi va u bilan tender yutish mumkin. Endi asosiy qismiga o'tamiz. Men sizga tender brokeri sxemasini tushuntiraman. Bu sxema juda oddiy, lekin uni bilganlar bozorda jim-jim soqqani bosib yuribdi. Xo'p, tender brokeri o'zi kim? Tender brokeri bu tovari bor, lekin tenderda qatnashni bilmaydigan tadbirkorga yordam beradigan bir mutaxassis. Siz tovar sotmaysiz, siz bilim sotasiz va bu bilim uchun shartnoma yutgandan keyin foiz olasiz. Sxema qanday ishlaydi? 3 ta qadamda men sizga tushuntirib beraman. Birinchi qadam, mijoz topasiz. Mijoz bu kim? Kichik yoki o'rta biznes egasi. Unda tovar bor, xizmat bor, lekin davlat xaridlariga kirmagan. Hujjat tayyorlashni bilmaydi yoki vaqti yo'q. Bunday korxonalar ko'p, juda ko'p. Har qaysi shaharda, har qaysi sohada. Ikkinchi qadam, shartnoma tuzasiz. Mijoz bilan oddiy agent shartnomasi imzolanadi. Unda yoziladi: siz tenderda g'alaba qozonib bersangiz, foydadan qanchadir foizni olasiz yoki yutilgan shartnomadan qanchadir foiz olasiz. Hammasi qonuniy, hammasi hujjatli. Uchinchi qadam esa tenderga kirasiz. Siz davlat xaridlari o'tkaziladigan saytlarni, ya'ni E-tender, XT-xarid, auksion va magazinlarga kirasiz. Mos tenderni topasiz. Hujjatlarni tayyorlaysiz, mijoz nomidan taklifni topshirasiz. G'alaba qozonilsa, shartnomangiz asosida foizingizni olasiz. Foiz miqdori qancha bo'ladi? Bozorda normal holat shartnoma summasidan 1% dan 7% gacha. Misol uchun 100 million so'mga tender yutdingiz. Siz mijoz bilan masalan 5% ga shartnoma tuzgan bo'lsangiz, bu 5 million so'm degani. Bitta shartnomadan 5 million so'm. Siz kapital tikmadingiz, tovar olmadingiz, logistika bilan ham shug'ullanmadingiz. Siz faqatgina hujjat tayyorladingiz va g'alaba qozonib berdingiz. Sizning vazifangiz nimada? Tovar sifati uchun javob bermaysiz. Bu mijozning mas'uliyati. Yetkazib berish logistikasi bilan shug'ullanmaysiz. Omborxona yoki kapital tikishingiz ham shart emas. Agar tender yutilmasa, zarar ham ko'rmaysiz. Sizning vazifangiz esa faqatgina bitta: tender topish, hujjatni savodli tayyorlash, g'alaba qozonib berish. Bu bilimli ish va bilim sotib olinadi, o'rganiladi, ustida ishlash mumkin. Xo'p, ana endi amaliy qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz mumkin? Barcha davlat xaridlari o'tkaziladigan saytlarni oching. O'sha Xarid.uz, Hayot birja, E-tender hammasini birdaniga qilib bo'lmaydi. Bitta sohani tanlang. Misol, ta'lim sohasidagi tenderlar yoki qurilish yoki oziq-ovqat, o'zingizga yaqin, tushungan sohangizdagi tenderlardan boshlang. Siz sohani bilsangiz, mos mijoz topish osonlashadi. Uchinchi qadamda esa mijozni toping. Tanlangan sohangizdagi kichik tadbirkorni aniqlang. Ular kimlar? Do'kon egalari, ustaxona egalari, xizmat ko'rsatuvchilar. Ularga to'g'ri savolni bering. Davlat tenderlaridan xabardormisiz? Katta shartnomalar qiziqtirmasmi? Ko'pchiligi qiziqadi, lekin qanday kirishni bilmaydi.
Ana shu nuqtada siz korxona bilan kelishib olasiz. 4-qadamda esa brokerlik shartnomasini imzolang. Oddiy 2 sahifalik brokerlik shartnomasi o'zi yetarli. Unda aniq yozilishi kerak. Kim, kimga, nima uchun, qancha foiz to'laydi. Notarius kerak emas. Oddiy imzo va muhr o'zi yetarli. Agar mijozning kompaniyasi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa albatta. 5-qadamda esa tenderni tahlil qiling va ariza bering. Tenderni e'lon sahifasi diqqat bilan o'qing, talab qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. Narx taklifi bu eng muhim qismi. Past narx yutish imkoniyati oshadi, lekin sifat ham ko'rsatilishi kerak. Hujjatlar to'liq va to'g'ri topshirilsa, g'alaba ehtimoli keskin oshadi va siz o'z foydangizni olasiz. Keling bugungi videoni shu gaplar bilan yakunlaymiz. Kapital yo'q bu muammo emas, bu bahona. To'g'risini aytaylik, muammo esa bilim yo'qlikda, tizim yo'q va harakatga qaror yo'q. Tender broker sxemasi bu o'ylab topilgan narsa emas. Bu bugun O'zbekistonda ishlayotgan yo'l. Har kuni saytlarda yangi e'lonlar chiqadi. Har bir e'lon bu kimningdir imkoniyati. Agar siz harakat qilmasangiz, boshqasi harakat qiladi. Pulim yo'q deb bahona qilmang. Bilimingiz yo'qligidan qo'rqing. Shu 2 gap men sizga bugungi videoda ayta oladigan eng muhim narsa. Agar siz tender brokerlik sxemasini amalga qo'llashni qadamma-qadam real tenderlar bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Kursdagi talabalar allaqachon birinchi shartnomalarni olyapti. Navbat esa sizda. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va do'stingizga ulashing. Aytgandek, kommentariyaga barcha savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda hamma savollarga to'liq javob beramiz. Rahmat.